Doktor, egilsam belim og'riyapti. Yigilmi? Tavba. Sledish. Doktor, menga qanaqadir xabarlaringiz yo'qmi? Ikkita xabarim bor sizga. Bittasi, 1 oy umringiz qoldi. Necha? Bir marta manikyurga ulgurasiz. Ikkinchisini ertaga aytaman, esimdan chiqib qoldi. Sledish. Qand miqdoringiz baland chiqibdi. Tanangiz konfet ishlab chiqaryapti ekan. Sledish. Menda qanaqa kasallik ekan? Siz simptomlaringizni Google'dan qaradim. Ularkan. Sledish. Doktor, ukol qilib qo'yasizmi? Ukol? Ukoldan men qo'rqaman. Nima qilsam yaxshi bo'laman? Men xatdan bilaman, sizga folbiman. Sledish. Oshqozonim buzilganligi uchun yuzimga toshmalar toshyapti. Zo'r kosmetolog bor. Gaplashib bering. Chiyotga chiska qilib qo'yadi. Shu dorilarni ichasiz. Yozgan dorilaringiz nimaga? Shamollashga? Mani qo'lim singan-u. Ichuring shuni, sizdan nima ketdi? Burnimning bitta tarafi bitib qolgan. Voy, shukr qilsangiz-chi, bir tarafi ochiq ekan-u. Sledish. Doktor, tomog'im og'riyapti, nima qilay? Marojning zahari zahar kesadi.